Bugun biz faqat Turg'unjon Aloviddin apandining tug'ilgan kunila emas, balki Uyg'ur millatining haq-huquqi, vatanning mustaqilligi va erkinlik uchun beg'ishlangan 60 yillik hayotini tabriklaymiz. Butun hayotida iymon orqali o'zini yetaklab, vatanning va millatimizning ovozi bo'lib kelgan 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin hayoti bo'yicha vatanimizdagi millionlagan Uyg'urning azob oqibatini o'zining azobi deb qarab, zulmga qarshi sukut qilishni tanlamay, aksincha insoniy va milliy burchini oldingi o'ringa qo'yib, adolat, Uyg'ur millatining haq-huquqi, vatanning mustaqilligi va erkinlik uchun kurash qilish yo'lini tanlab, xalqimizning qalbida alohida o'ringa erishgan kishilarning biri. Turg'unjon Aloviddin apandi Dunyo Uyg'ur qurultayining asosli qurg'uchi a'zolarining biri bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilgan 2004-yildan buyon izchil turda qurultayning har darajalik organlarida rahbarlik vazifasini o'tab kelgan va muhojiratdagi da'vo sepimizda tanilgan tajribalik, fidokor, diyonatlik milliy kurashchilarimizning biri. Turg'unjon Aloviddin apandim o'zining xushfe'l va chiqishqa xarakteri bilan qurultay rahbarlarining ham vakillarining cho'nqur hurmatiga sazovor bo'lish bilan birga Sharq Turkiston Ulamolar birligining eng asosli qurg'uchi a'zolarining biri va bir mezgil qo'shimcha Ulamolar birligining muavin rais bo'lib vazifa o'tagan edi. O'zining 26 yillik muhojirat hayotini Uyg'ur xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish, vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirishdek bu ulug'vor g'oyasini amalga oshirish yo'lida izdanish va bu sharafli yo'lda kurash qilish bilan o'tkazgan Turg'unjon Aloviddin apandim 1966-yili 6-oyning 20 kuni Sharq Turkistonning Shoyar noyasida tug'ilgan. O'tir maktabni bitirgandan keyin Qashqarga o'qishga borgan. O'qish jarayonida mashhur ma'rifatparvar diniy ulamolardan Abaydulla Domillam, Abdumit Domillam, Abdurshid Qarajimlarda diniy ta'lim-tarbiya olgan va vatanparvarlik ideyasi yetildirgan. U 1988-yili haj qilish munosabati bilan Saudiya Arabistonga berib bir mezgil Makka shahrida turgan. Bu jarayonda milliy ustozlarimizdan Rahmatulloh Abduraqib Qarajim, Husayn Qari Islomiy, Abduqodir Tosh qatorliq vatanparvar zotlar bilan tanishib, ko'p qatim vatan millatning taqdiri ustida suhbatlarda bo'lgan. U 1989-yili Misrga berib, Al-Azhar universitetiga o'qishga kirgan. O'qish jarayonida Uyg'ur o'quvchilar bilan tashkillanib, Sharq Turkiston o'quvchilar birligini qurib, o'quvchilar xizmati bilan birga har qaysi universitet va ommaviy tashkilot yig'inlarida Uyg'urlarning vaziyati haqida doklad bergan. Turg'unjon Aloviddin 1992-yili o'zining Misr Al-Azhar universitetidagi savoddishi O'zbekistonlik Uyg'ur Shayda xonim bilan to'y qilgan bo'lib, uning 2 qizi va 1 o'g'li bo'lib, jami 3 farzandi bor. Turg'unjon Aloviddin 1999-yili o'qish bitirgandan keyin Urumchidagi Islom universitetining qurg'uvchisi mashhur ulamo Muhammad Salih Domillo hojimning taklifi bilan vatan qaytish oldida turganda Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining ichilishiga taklif qilingan va Germaniyaga kelib turib qolgan. Germaniyada yashash jarayonida 1999-yili qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayi fondi mas'uli, 1996-yili qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayining diniy ishlar komiteti mudiri, Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultayi diniy ishlar komiteti mudiri, qurultayning islom elleridagi xizmatlarga mas'ul rais vakili, Pragada chaqirilgan 7-navbatlik qurultayda qurultay ijroiya komitetining muavin rais bo'lib saylanib, qurultay ijroiya komiteti rais bo'lib xizmat qilgan va 2024-yili Bosniyada ichilgan 8-navbatlik qurultayda ilib berilgan demokratik saylamda qurultay rais bo'lib saylanib, hozirgacha xizmat qilib kelmoqda. Turg'unjon Aloviddin apandi 2024-yili 8-navbatlik qurultay saylamida vazifa topshirib olgandan keyin 2024-yili noyabrda Janubiy Afrikaga ziyorat ilib berib, bu ziyorat jarayonida bir qism ministrlar, parlament a'zolari, siyosiy partiya va ommaviy tashkilot rahbarlari axborotlar bilan ko'rishib, Janubiy Afrika parlamentida maxsus Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini o'tirib qo'ygan. U qurultayda har xil vazifalarda bo'lib kelgandan beri hozirgacha Germaniyadagi turk ommaviy tashkilotlari bilan qurultay o'tirsidagi aloqa va hamkorlik ishlarida alohida rol o'ynab, turk tashkilotlarining har qatorliq umumiy yig'inlariga qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini o'tirib qo'yib keldi va qurultayning turk tashkilot rahbarlari bilan hamkorlikni kuchlantirishida alohida to'kib qo'shib keldi. Shundaqla har qatorliq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq yig'inlari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining boshqa yig'inlariga qatnashib, har fursatda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib, Uyg'ur xalqining ovozi bo'lib keldi. Bo'libmi u
Qurultay raisi bo'lgandan keyin Shveysariyaning Jeneva shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ochilgan 58 navbatlik kishilik huquq kengashi yig'ini mezgilida Uyg'urlarga vakolatan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ishlatilgan rasmiy tillardan biri bo'lgan arab tilida so'z qilib, bu yig'inda eng ko'p arablarning qo'llashi bilan ovozga erishayotgan Xitoy vakillarini gangirtib qo'ygan va Xitoy taraf nima bo'lganligini anqirib bo'lguncha o'zi eng yaxshi biladigan arab tilida Xitoy tarafga kutilmagan bir zarba berib, bu qatimki kengashda ko'p sonliqni tashkil qilgan arab ellarining vakillariga Uyg'urlarning Ramazonda ro'za tutolmasligi, masjidlarga borolmasligi, Qur'on va diniy faoliyatlarning cheklanishini o'tirib qo'yganda, ular buni tunji qatim anglagandek hayron qilishdi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'in zali sukunatga cho'mgan edi. U shundaqla qurultay rahbarlik qatlami bilan Germaniya parlamentining Uyg'ur do'stlik guruhi o'tirsidagi yig'inlar, qurultayning Germaniya parlamentidagi faoliyatlarga aktiv qatnashib, Uyg'ur xalqi duch kelayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik va bostirish siyosatlarini har fursatda o'tirib qo'yib kelishi bilan birga, Germaniya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhisini kuchlantirish haqida yig'inlar o'tkazdi. Turg'unjon Alovudin apandam yana 2025-yili 5-oyda Dunyo Uyg'ur qurultayining Germaniyadagi markaziy organda o'tkazilgan 3-navbatlik Milliy Kengash va Yoshlar Kengashining g'alabalik ilib berilishi uchun alohida kuch chiqarish bilan birga Istanbulda Sharq Turkiston qarindoshlik uchrashuvlariga qatnashib, qurultayning Turkiyadagi Uyg'ur jamoati va tashkilotlari bilan bo'lgan alohida qarindoshlik bog'larini kuchaytirdi va Turkiyadagi lobby faoliyatlarini unumli ilib berib, Turkiyada faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilot rahbarlari, jamoat arboblari va Uyg'ur jamoati bilan uchrashuvlarni ilib bordi. U yana 2025-yili 1-oktyabrda Xitoyning soxta avtonomiyasining 70 yillik munosabati bilan Yevropa parlamentida yig'in o'tkazib, bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishdi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga olib keldi. U yana 2025-yili 10-oyda Chexiya poytaxti Pragada o'tkazilgan Forum 2000 yig'iniga qatnashib, Chexiya davlat raisi, tashqi ishlar ministri va ko'plagan davlatlarning raislari, ministrlari, xalqaro tashkilot rahbarlari bilan uchrashib, yig'inda Uyg'ur masalasini anglatdi. Turg'unjon Alovudin apandi qurultayning Sharqiy Janubiy Osiyo ellaridagi faoliyatiga rahbarlik qilib, Tailand, Yaponiya qatorliq davlatlarda yig'inlarga qatnashib, Sharq Turkiston va Uyg'ur masalasini tanishtirdi. Yaponiyada chaqirilgan o'lim jazosini amaldan qoldirish yig'iniga qatnashib, Toshpo'lat Teyip qatorliq Uyg'ur ziyolilarining o'limga hukm qilinganligini, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi o'lim jazosini eng ko'p ijro qilayotgan davlat ekanligini o'tirib qo'ydi. 2025-yili noyabrda Kanadada ziyoratda bo'lib, Torontoda o'tkazilgan Toronto Demokratiya munbiri yig'ini va Uyg'urlarni himoya qilish tashkiloti uyushtirgan M62 bilan Kanadaga tunji kelgan Uyg'urlarni kutib olish yig'iniga qatnashib, u yig'inga qatnashgan ministrlar va ko'plagan parlament a'zolari bilan uchrashib, Uyg'ur masalasini tanishtirdi. Turg'unjon Alovudin apandi yana qurultay markazida ilib borgan 3 apandilarni xotirlash yig'iniga yetakchilik qilib, bu yig'inlarning g'alabalik echilishida alohida kuch chiqardi. 2026-yili 2-oyda Seprusda Uyg'ur ziyolilar, diniy ulamolar, tashkilotlar rahbarlari, tadqiqotchilarning qatnashishi bilan ochilgan 2-qatimliq Seprus strategiya yig'iniga qatnashib, Uyg'ur masalasi va Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kelgusi strategiya va taklif fikrlarini o'tirib qo'ydi. U yana Shveysariya, Germaniya, Belgiya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya qatorliq Yevropa davlatlaridagi Uyg'ur tashkilotlari bilan zich aloqani saqlab, Sharq Turkistonning mustaqilligi, Uyg'ur xalqining hurligi uchun bir nishon, bir maqsad uchun kurash qilishga chaqiriq qildi. Va bu qatim Germaniya poytaxti Berlinda o'tkazilgan 3-navbatlik xalqaro Uyg'ur munbirining g'alabalik o'tkazilishi uchun rahbarlik qildi. Turg'unjon Alovudin apandi u faqat bir diniy olim yoki Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbari emas, harmas kurashchi. U Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi bo'lishdan burunmi va hozirmi Uyg'ur xalqining azob oqibatini dunyo jamoatchiligiga yetkazishda izchil tirishchanlik ko'rsatib, xalqaro sahnalarda millatimizning manfaati uchun kurash qilib, millatimizning izzat hurmati, tarixi va kelgusiga bo'lgan umidini namoyon qilish bilan birga, o'z millatining xushalligini o'zining xushalligi, millatimizning, vatanimizning dardini o'zining dardi deb qarab keldi. Dunyo Uyg'ur qurultayi va barliq a'zolari, shundaqla Turg'unjon Alovudin apandining barliq sabdoshlari bu munosabat bilan Turg'unjon Alovudin apandimning vatan millatga bag'ishlangan 60 yoshlik hayotini tabriklaydi va uningga salomatlik, baxt, saodat, tinchlik va barkatga to'lgan uzun umr, oilasiga xushallik kunlarini ato qilishini, uning millatimizning hurligi, ozodligi, vatanning mustaqilligi uchun qilgan barliq xizmatlarini qabul qilishini tilaydi.